Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, 11-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonlik qarindoshlik uchrashuvi, shundaqla 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi echilayotgan maydondan sizlarga salom yo'llayapmiz. 13-iyuldan boshlab boshlangan yig'in bugun oxirgi kuniga qadam qo'ydi. Biz bu yig'in jarayonida menga ma'lum bo'lgandek, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 18 dan ko'proq davlatdan kelgan mutaxassislarimiz, olimlarimiz, tashkilot mas'ullarimiz, raislarimiz orqali bularni ekranga olib kelib, bularning qimmatli fikrlaridan sizlarni voqiflantiryapmiz. Shuning jumlasidan bugun yanımda mehmonim hurmatli Anvar Ahmad Efendi, Dünya Uyg'ur Qurultayiniki tadqiqot komitetininki raisi, qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat aytaman. Rahmat, Alloh razı olsun. Oldi bilan sizni nima kirishdan burun tunji qatim istiqlol ekranimizda suhbatlashib o'tiribdik. Sizni biroz bir tunib o'tsak, o'zingiz bir tunib o'tsangiz. Ben Ürümçi'de tug'ilib cho'ng'igan, yani o'qituvchi oilasida. Ben oliy maktabda shu Xitoy tilini o'rgandim. O'rganib keyin oliy maktab bitirgandan keyin Ürümçi kasbida tarjimon va muxbir bo'lib ishlab, keyingi vaqtlarda, chunki biz muxbir bo'lib ishlagandan keyin hukumatniki o'zimiz oddiy muxbir bo'lsakmi, ammo hukumatniki nazir darajalikdan o'lka darajalik kadrlarniki yoki hukumat amaldorlarininki hujjatlarini ko'rish imkonlarimiz bor. Ondan başqa, masalan, Xitoy hukumati shu yillarda Sharq Turkiston, yani atalmış Şinjan, bizningki vatanimizning ayrılmaz bir qismi, Millatlar ittifoqligi, andan keyin shu qatardagi sabsatlarni ammiyada so'zlaydi. Ben o'zim muxbirlik qilish salohiyatim bilan, xizmatim bilan bizning Sharq Turkistondagi jutlar emas, hattoki Xitoyninkimi barliq ülke rayonlarida, taraqqiyot rayonlarida, kambag'al deyilgan rayonlarda muxbirlik ziyorat xizmatini olib maqolalarni yozdim. Bu Xitoy hukumati o'zi Şinjan, yani atalmış bizning Sharq Turkistonni bizning vatanimizning ayrılmaz bir qismi. Bu Uyg'urlar bizning Junxo cho'ng oilasining bir a'zosi deb og'zida unda degan bilan amaliyot ijro qilayotgan siyosatlari o'zining gapiga o'zi qarshi. Ishkirda, masalan, biz Ürümçi'de Cuma günü, çarşamba günü tushdan keyin siyosiy o'rganish qilamiz. Yani biz gazetxona bo'yicha tayyorlar, muxbirlar o'rganish qilamiz. Kompartiyaning siyosat qonunlarini o'rganamiz. Masalan, yani abay ta'kidlab o'tganimdek, men faqatla bizning Sharq Turkistonda emas, masalan, shu vaqtlarda Xitoydagi gazetlar ichida eng xalqaro yuzlangan gazetlardan Yangcheng Wanbo, Shinmin Wanbo, Xinjiang, yani Yoshlar gazeti, Xalq gazeti qatorliq gazetlarda nima ziyorat qildik. Biz ham kasbdoshlik, ham Xitoy territoriyasidagi axborot sohasidagi kasbdoshlar bo'lish bilan, salohiyatimiz bilan yilda bir qancha qatimliq ilmiy muhokama, tajriba almashtirish, maqola bag'lash qatorliq faoliyatlar bo'ladi. Biz ulardan cho'nqirlab suhbat qilish jarayonida ularda undaq bir siyosiy o'rganish yoki bo'lmasa ideologiya tuzish deydigandek undaq ishlar qat'iy yo'q ekan. Siyosiy o'rganish deganni bilmaydi ekan. Xitoylarga nisbatan qat'iy yo'q ekan boshqa gazetlarda. Biz shu Xitoy territoriyasidagi albatta kommunistik partiya hukmronligidagi o'rin shu Xitoydagi gazetxonlarmi, ammo Sharq Turkistonda bu Şinjan gazetida hamda atalmış markaziy hukumatning, yani Abdulmuraylik hukumatning organ gazeti, qolgan har viloyat, oblastlarda yerlik hukumat partkom gazetlari var. Bularda o o'rganish, ideologiya o'rganish bular bor, ammo ishkirdi yo'q. Ben buningdan bu hukumatninki o'zi atalmış vatanimizning bir qismi degan bo'lsa-mu, Junxo oilasining bir a'zosi degan bo'lsa-mu, amaliyotda yurgizayotgan siyosatninki nihoyat osmon bilan farq borligini his qildik. Bizda shu vaqtlarda Uyg'urlarga planliq tug'utni yo'l qo'ydi. Ammo bizga ko'chman bo'lib kelayotgan Xitoylarga amaliyot siyosat jihatda hujjatlarni chiqarib, tamlarga lozunkalarni esib qilgan bilan 5, 6, 7 bal tuqqan
Xitoylarni jiq ko'rdik. Hatto men bir qatimliq men shu vaqtida Abdum rayonluq tarjimonlar jamiyatining a'zosi, fotograflar jamiyatining a'zosi, yosh yozuvchilar jamiyatining a'zosi qatorliq ilmiy jamiyatlarga a'zo bo'lgan ham doimliq daimiy hayat a'zolaridan bo'lgan. Unda bo'lgandan keyin biz yillarda o'tkazilgan shu axborot sohasidagilarningki fotograf ko'rgazmalarimiz bo'ldi. Men shu vaqtida partizan tug'ut partizanlari deb bir asrim yaxshi mukofotga erishdi, ammo uning dardini yomon jiq tatdim. Bizning vatanga ko'chman bo'lib kelgan bir Xitoyning 6 farzandi bo'lgan. U yana kelib Urumchi atrofidagi bir yezida. Bu qanday siyosat bu? Mendaqcha qildi. Urumchida masalan 2 farzand Siz buni ayblab bilan yozgandingiz. Yo'q, men uni faqat badiiy surat shaklida yozgandim. Uni albatta men o'zim abtur bo'lish sifati bilan bir badiiy suratni, ya'ni uni analiz qilib bermayman. Aqli va odam u ko'rgazmani ko'rgandan keyin o'zlari javobini topib oldi buni. Men partizan planliq tug'ut deb yozgan uni. Demak, uni o'tkazgan yarmarka bo'g'ayaga qanday insonlar, qanday odamlar keldi, uni qaysi nuqta nazardan tasavvur qildi, tafakkur qildi, qanday o'rinlarga yetkazdi, uningda mening xabarim yo'q, ammo men alayda hukumat tarafidan chaqirilib, buningki javobini berishga majburlangandim. Ya'ni men uni albatta bu bir aniq selishtirma, ammo men uni undaq demadim-da. Men badiiy surat shaklida ko'rgazma qatnashtirgan dedim, ammo uning dardini qiljiqtatganman. Demek Xitoy shundaq degan sharoitda bizningki ahvolimizning Uyg'urlarni, ya'ni bu Xitoyninki ichki jihatda, chunki bizning maktab bitirib xizmat chiqqan vaqtlarimiz Xitoyninki 10 yillik baloyi ofatdan iborat madaniyat inqilobi tugab, o'zlarining ishlarini o'ngshab bo'lmagan hokimiyat mukammallashtirish, ya'ni o'zininki diktator hokimiyatini mukammallashtirish jihatda bizga nisbatan besimi bor, ammo ya'ni kuchlik emas bir vaqtida hamda. Onun uchun shu vaqtlarda shuni his qildim. Aytgan bizning ishimiz Uyg'urlarning tadqiqotchiligimiz baka. Bu Xitoylar bizni hargiz Junqa oilasining bir a'zosi deb ko'rmaydi. Biz bularga dushman kelmaymiz. Onun uchun xalqni o'yg'itishimiz kerak. İmkoniyatimiz bo'lsa, xalq uchun, millat uchun, vatan uchun bir ish qilgan imkoniyatni hozirlashimiz kerak deb chatar chiqdim. Dastlabda Qozon Tataristonning poytaxtida. Keyin vatanga qaytib, anandagi Malayziyaga chiqdim. Malayziyada bir yil ingliz tugunib til o'rgandik. Chunki chet elga chiqib yashash, bir ish qilish, ya'ni oldi bilan o'zimizni qutqarishimiz kerak. Bu hayot yo'lininki chet ellardagi birinchi ochqichi ingliz til bo'lish kerak deb o'ylaganman shu vaqtida. Undan keyindan 2000-yili Germaniyaga kelib siyosatpanalik qildim. Hozirgachilik qo'limdan kelishicha bir xizmatlarni qilib, dastlabda 18 yil yoki qurultayda xizmat qilyapman. Tashviqot mudiri bo'lib ishladim. Ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayining tashviqotiga mas'ul bo'lib, keyingi 3 qaror shu Dunyo Uyg'ur qurultayininki tadqiqot mudiri bo'lib xizmat qilyapman. Yani qo'limdan kelishicha, chunki bizdagi vatan so'ygisi, bizdagi millat so'ygisi, bizdagi mas'uliyat, bizdagi axloq, ya'ni imoniy axloq, islomiy axloq, vatan so'ygisi bu ishlarni qilishga ya'ni majburmiz biz. Xo'sh. Ya'ni demak, shuncha valla shu xizmat jarayoningizda ko'rgan haqsizliklar, ro'shan farqlar Xitoyning bizga elib berayotgan. Bu sizning yani chet elga chiqib ketishga sabab bo'lgan, men chiqib ketsam bo'ldika deganga mushturt ko'rganman. Ya'ni shundaq deyishga bo'ladi. Chunki men oilangiz bilan ko'chib ketdim. Yo'q, men oilam bilan ko'chib ketmadim. Bu yerda yana bir misolni qistirib o'tishga to'g'ri keldi. Ya'ni axborot sohasida bo'lib chet ellardagi shu yeziqchilik sohasida Abdukim Boqiy iltabir desa tanımaydiganlar yo'q. Bu ustozimiz men bilan dastlabda Gizxonda qisqa muddat xizmatdosh bo'lgan. Albatta men ustozim deb ko'raman. Keyin bu ustozimiz Tangirtog' jurnaliga yo'tkilib ketdi Urumchida. Shu Tangirtog' jurnalining birinchi mas'uli bo'lib, ham yozuvchilar jamiyatining raisi bo'lib, ya'ni shu davrda Urumchi sharoitida Abdum rayonlik, ya'ni Temur davlatlarning ishxonasiga xohlagan vaqtida kirib chiqa oladigan intayin bir ijtimoiy faoliyatchi, shu ijtimoiy fan sohasida nurg'un ziyolilarimizning uyg'onishiga sabab bo'lgan bo'libmi, shu ta'lim g'unchilari mukofotini ta'sis qilish, keyingi vaqtlarda bu ta'lim g'unchilari mukofoti masalan shu yosh o'smirlarni tarbiyalash, bizning ma'rif sohamizda
qatorliq bu dastlab qurilgan bilan uningki ta'sir doirasi kengayib, ko'payib, bu millatimiz uchun shunchalik bir yaxshi ijobiy manfaatlarni akaygan bu ilmiy sohada. Bu ustozimiz chet elga chiqib millat uchun ish qilma degan yo'lni tanlaganligini vositali xabar topdim. Keyincha bevosita xabar topdim. Bu akimizning bütün aslahalari to'liq. Ya'ni demakki maxsus mashinasi bor. O yani çoğ ziyolilar qatorida jamiyatga ijtimoiy o'rni yuksak darajada yuqori bundaq ustozlarimiz shu imtiyozlaridan, shu ahvollaridan voz kechib, chet elga chiqib millat uchun ish qilma degan sharoitda biz qanday qilishimiz kerak? Bizdek yoshlar cho'qim keyinda turishimiz kerak. Debmi o'yladim. O'sha Abdukim Baqi Eltabir akamiz hozir Amerikada. Bu akamizningki ijrat qilish, ya'ni chet elga chiqishi menga bir zo'r turtki bo'lgan shu vaqtida. Andan keyin ikkinchi qilib bu sirtqi tunji qatim Qozonga biyali chiqqandan keyin vatan bilan selishtirib, to'g'ri, vatan bilan bo'lib Qozon hamda bu tatarlar bizga eng dastlab madaniyat yetkazishda, ya'ni turk millatlari ichida madaniyatlik millat deb tanildi. Bu shu 1800-yilning oxirlari, 1900-yillarning boshlari nurg'un mutaxassislar shu Qozonga berib yoki Qozondagi tatarlar bizga shu Otushqa, G'uljiga tunji ma'rifni akagan va shu ma'rif tarbiyasida bizningki yangi uyg'unish harakatiga sabab bo'lganlar. Hamda u Qozondagi bizning madaniyat, ma'rif, diniy e'tiqod jihatdan men vatanga kelishdim. Bu Xitoy hukumatı diniy erkinligi bor deydi. Hukumatga xizmat qilamiz, ya'ni biz bir axborot xizmatchisi bo'lishimizdan masjidga borolmaymiz. Ya'ni shu hayit namozlarga uyimizdan xili jiroq bizni tonimaydigan bir masjidlarga berishga majbur bo'lamiz. Bu bir ro'shan selishtirim bo'ldi ekanda. Albatta bizningki shu Xitoy kommunistlarininki ma'rif tarbiyasida cho'ng bo'ldik, ammo biz shu 81-82-yillari shu madaniyat inqilobininki g'aflatidan qutulgan bir turkum ziyolilarimiz biz to'liq o'tirib chiqqan vaqtida, masalan Farabi, Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajib qatorliq tarixiy zotlarimizni bizning adabiyot darslik kirgizib, bizga ya'ni Uyg'urlik, vatanparvarlik sevgisini ozdir ko'pdir darsxonada singdirgan. Bizda u ideya bo'lg'achqa meningki chet elga chiqishim, chet elga chiqish bilan bu ro'shan selishtirim bo'ldi. Biz shundaq bir davlatninki, shundaq bir tuproqninki avlodi, egilari, bizning shundaq ajdodlarimizningki avlod turib biz nima kun qilyapmiz deb bu ro'shan selishtirim bilan albatta u vaqtlarda Xitoyda bevosita qarshilik qilish imkoniyatimiz yo'q. Chunki o'zimiz ya'ni Xitoyning siyosati bo'yicha masalan bir odam xatolik o'tkazib qolib qolsa, 1000 odam xato jazo hukm qilinib ketsa mayli deydigan siyosat bor. Bir inson bo'lish sifati bilan albatta buni demak oson, ammo qurbon berish tez. Bizmi Urumchi tug'ilib cho'ng'igan nurg'un jamiyatimiz bor. Biz bir foydali fursatni topib chet elda millat uchun qiladigan ish bo'lsa, o'zimizni qurbon qilishimiz kerak. Oldi bilan o'zimizdan boshlashimiz kerak har ishni degan niyat bilan Qozondan qaytib kelib, o'zimning xizmatini tashlab Malayziyaga chiqib, u yerda ingliz tilini o'rganib, andan keyin Germaniyaga kelgan. Anvar akamda siz tunji qatim Sharq Turkiston qirindoshlik uchrashishiga bilishimcha tunji qatim qatnashdingiz. Buning bo'lgan bir ta'sirotingizni so'zlab o'tsangiz necha kundan buyon? Rahmat. Mening bu ma'rif hamkorlik tashkilotininki yig'iniga tunji qatim qatnashishim bu Hidoyatullo O'g'izxon va tashkilot mas'ullari a'zolarininki dunyoning har qaysi joylarida vatanning g'amini, vatanning istiqbolini o'zining burchi deb qarab, o'zininki iqtisodi bilan ijtimoiy faoliyati, siyosiy faoliyati, diplomatik faoliyatlari bilan shug'ullanib, shu necha kundan yoqqa ichilayotgan yig'inda bu vatanning davosini texnik kuchlantirish to'g'risida, qanday qilish to'g'risida, bundan keyin bu harakatni texnik kuchaytirish to'g'risida bunda biz so'rin hozirlaganligi uchun men Hidoyatullo O'g'izxon boshliq barliq bu tashkilotga samimiy va chin dilimdan tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Alloh razı olsun. Anvar akam shu hozir siz eng oxirida vazifa o'tayotgan qurultayning tadqiqot komissiyasiga ilgari tashviqotdimi,
necha mezgil xizmat qilib ekansiz. Tadqiqot komitetining asosli vazifasi nima? Qurultayga dokument hazırlashmi yoki xalqaro boshqa organlarga nima dokument hazırlashmi? Tadqiqot komitetininki asosli vazifasi asli normalda imkoniyatlarimiz bo'lgan bo'lsa, shu qurultayninki ya'ni xalqaro cho'ng Uyg'urlar masalasida ko'ngil bo'layotgan yoki biz Uyg'urlar masalasini yüksek derecede siyasi organlarga yetkazishdagi maqsadimiz biz shu konkret materialni tayyorlash, ya'ni Birleşken Milletler Teşkilatı, Avrupa İttifaqı, Amerika Kongresi, shundaqla Avrupa İttifaqıga a'zo hukumat organlarga material tayyorlash. Albatta bu ahvol bu turdagi xizmatni biz yaxshi qilib bo'lmadik. Buningdagi sabab men normal 8 soat xizmatimni qilib, oilamni beqib, aningdan keyin oshqan vaqtimda qilaman. Albatta. Buni xolis qilyapmiz hozirgacha. Buningga biz normal bir maosh olib bunda qilmaymiz. Bir qism mutaxassislarimiz va chet ellarda tonilgan, ammo ulardagi vatan so'ygisi, milliy majburiyat, vatanparvarlik majburiyat degan huquqlarni o'zida hozirlamagan bo'lganlikdan qurultaydan qochadigan yoki bayroqdan ehtiyot qiladigan Xitoy biroz o'ngishilib qolib qolsa, yana berib kelib ishlayman degan bunday mutaxassislarimiz bo'lg'achqa buningga yaqin kelmadi. Hozir Amerikada, Yaponiyada, dunyoning har qaysi joylarida bu tadqiqot komitetining a'zolari va bular hozir endi qurultayga shu to'g'risidagi materiallarni hozirlaymiz. İmkoniyatimiz yar bergan sharoitda. Uningdan boshqa hozir balkim diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Hozir Uyg'urlarning madaniyati intayin bir zo'r krizisga yo'liqyapti. Biz shu jihatda tarixiy material bo'lsin, hujjatli materiallar bo'lsin, anaqaning madaniyatimizga oid, tilimizga oid, san'atimizga oid. Chunki bizning bu Uyg'ur madaniyati mana turkcha qisqalar kulturli deb qo'yamiz. Biz ajoyib bir dunyo madaniyatiga madaniyat qo'shgan bir millat. Masalan, yemek-içmek medeniyetimizin o'zila bu hozir masalan bu dunyoning har qaysi joylarida ichilayotgan restoranlarimizningki shunchalik bozor tepkishining sababi shu. Biz uni qamus shakliga keltirib ratlab qilib bo'lmagan. Keyingi vaqtlarda vatanda bir qismlarni kitob yuziga chiqarib matbuotlarni biz shu ashundaq chiqqan materiallarning hammasini yig'ib vatanimizningki, ya'ni Uyg'ur xalqininki kelajakdagi boyligini mukammal saqlab qolish uchun bu turdagi xizmatni qilyapmiz. Xitoy hukumati keyingi yillardan boshlab, masalan, Google bo'lsin, har qaysi shu xalqaro e'lon qilinayotgan oshkor torbatlarda bizning bu jihatdagi boyligimizni, tariximizga oid, yemek-içmek medeniyetimizga oid, kiyim-kechak medeniyetimizga oid, bosh kiyim medeniyetimizga oid, bütün shu medeniyetimizga oid materiallarni ilgari yozilgan Uyg'urlar tarafidan yozilgan, chet elliklar tarafidan yozilgan yoki Xitoy o'zlari yozilgan bu materiallarni yo'qotib bordi hozir. Buning uchun biz bu jihatni uningga ko'ngil bo'lib imkoniyatimiz yar berishcha shu turdagi materiallarni yig'yapmiz ham keyingi vaqtlarda bu ko'chmanlar masalasi bo'lib shu 2009dan keyin ko'chmanlar masalasi bir navbatdagi jiddiy bir masala bo'lib qoldi. Buningda ya'ni biz tadqiqot komiteti biz nima deb bu siyosiyga aralashadigan yoki bu siyosat sohasidagi bu ko'chmanlar masalasini qilamiz deb o'tmay, millatimiz qaysi nuqtaga ehtiyoj bo'lsa shu jihatga xizmatni kuchaytiramiz. Ham hozir shu ishni qilyapsiz ya'ni. Germaniyada bir federal nimada ishlaydiganligimizni anladim. Ya'ni bu nurg'un qarindoshlarimiz Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki torbatları qarsak bo'ldi 5 xil tilda nayt aniq yoziqliq. Masalan 1948-yili 13 ayının 10 kuni ma'qullangan kishilik huquq kitobnomasi, 1951-yili 7 ayının 28 kuni ma'qullangan Jeneva aktnomasininki shu kishilik huquq doirasida masalan qandaq odam nimani sabab qilib panolik tilash kerak deydigan moddalar aniq yozilgan. Buningda masalan birinchi bo'lib siyosiy zo'ravonlik uchirgan, ya'ni hokimiyat beshidan, ya'ni bizning Uyg'urlarning beshidan hozir shuni yashayapmiz. Andan keyin iqtisodiy jihatdan vayronchilik uchratgan. Bumi bizning beshimizda kelyapti. Masalan bizning millionerlarimiz hozir iqtisodiy vayronchilik uchratdi. Yana birisi biz diniy erkinlik jihatdan, andan keyin nikoh erkinligi jihatdan
Muşu qatarlıq məsələlərini bizim qarindaşlarımız taz yaxşı bilib bulamaydı. Həm til məsələsindən boz kerak panalıq tilab bağan qarindaşlarımız bu nöqtələrini aniq oturup qoymasa, Uyg'urlarning vətində hazır bir zo'ravonlik, bir irqiy qirg'inchilik, bir madaniyat qirg'inchiligi yurgizilyapti deb dunyo biladi. Ammo bu dunyo bizning vatanni shu zimindan umurib chiqib demokratik davlat akapamaydi. Yoki bo'lmasa u Uyg'urlarning shu zulm chekayotgan Uyg'urlarning hammasini qandaqdir bir iloh kuch bilan bu demokratik allarga yetkazilish mumkin emas. Bunun uchun bu g'arb ellarining prinsipi kim bağan bo'lsa shaxsan o'zining bevosita kechirmishi orqali buningda uchinchi bir isbotlaydigan odam bo'lmaydi. Bu bir qiziq yerida hamda. Onun için özümüzdeki keçirmesini özümüz ispatlab karşı tarafını qayil qilishimiz kerak. Çünkü bu kanuni rasmiyat. Bu kanuni rasmiyatni qayil qilarlik shu gapni desak, ishtik hal bo'ldi ishimiz. Uni qalmashtirib deyamsak ishtik hal bo'lmaydi. Bizning Uyg'urlarning ishida kelayotgan narsa eng aqallisi hozir bizning siyosiy huquqimiz yo'q. Yani abay deb o'tdik. Biz şu Cumhur ailesinin bir azası, dini erkinligimiz var, çoğun ailenin azası, milletler ittifaklık nurgun sepsetlerindeydi ama bizden aldığı bilen siyasi kimligimiz bu yok. Siyasi kimligimiz bulmaganken iktisadi kimligimiz bulmaydı diyen gel. İktisadi kimlik bulmadı, mana nurgun milyonerlerimiz yok ketdi hazır. Şu cezalarlarda biz yani kosakka muhtaç bulup kaldıgan bir şarayette hazır. Ananınkin bu siyasi kimlik bulmasa, iktisadi kimlik bulmasa, kandak dini kimligimiz oldu, kandak medeniyet kimligimiz oldu, kandak nikah kimligimiz oldu. Hazır şarayette dünya tarihini bulup bakmagan, kızlarımız kocadı ketibasa, halıgan bir Xitay, mani xotun qilma, sen bana tigze deydigan akvalını qilvadı. Bunu xalqara prinsiplar qısasak, bu bir cinsi zoravallık girdi bagi. İş. Xitayda yürgüzülayotgani biz cinsi zoravallık xalqara qanunlar. Ama aşındaq faciat yaşavatımız, şununla keçip keldik ama şunu diyemeyiz biz. Şunu şu prinsipka sep diyemeyiz. Çünkü garip devletlere adliye kanun ayrım bular. Hükümet bilgen bile onu kanun prensibi için bir iş kılıyordu. Hükümet herkes besim çürüp Uygurlar hazır irqiy qirg'inchilik kusuratudu. Uygurlar kelsizlik hoş geldiniz deb akirib işlerini o'rlashtiringlar demeydi. Çünkü bu kanun prensibi için bu bulduğu ayır. Onun için qarindaşlarımız Dünya Uygur Qurultayı'nınki torbetide muhacirlar kullanması deb bir yeniden o'tgan yil yeniden nashr qilingan. Çünkü ben federal hükümette, federal saqchida faqat Uygur emas, meningki ko'p intervyuga, yani bu guvohlik suhbatiga kirishim nihoyatda oz sonni egallaydi Uyg'urlarniki. Ko'proq Xitoylarga, şu Türk tildeki Azerbaycanlar, Kazaklar, Türk tildeki bir kısım milletler, şularniki girmek Uygurlarning nispeti şunchalik az. Biz yıl biraz jiqroq kelganlar var şu İslam ellerden, çünkü Xitoyniki İslam ellerideki siyasi ta'sirdan qo'rqib bir qism Uyg'urlar vatanga majburiy qaytarilib ketish ehtimoliga, ya'ni shu tahdidga yo'liqqan vaqtida g'arb ellariga berib, Germaniya qatorli g'arb ellariga berib panolik qildi. Uningga men qatnashyapman, ammo mening shu tavsiya qilganim bizning qarindoshlarimiz biroz izlanib, Mengishdan burun biraz izlenip berip nima deyman. Masalan, Makka Madinadan keldi qarindoshlarimiz. Kelganlar ba bizning diniy e'tiqodimiz Xitoyda besim qo'shirdi deydi. Anda bo'lsa sen Makkada kelding, nima deb kelding bu yerga deb so'raydi. Bunga bir muvofiq javob topishimiz kerak. Bir aqalli bir javob topishimiz kerak. Bir qism qarindoshlarimiz Turkiyadan keldi. Bizniki saqal qo'ygandim, burt qo'ygandim, namoz o'qigandim, shuni ular qechib chiqqandi. Andas Turkiyani tashlab nima ish qildim? Biz shuni aniq aydınlaştırishimiz kerakki, siyosiy kimlik barliq kimliklarning asosi. Siyosiy kimligimiz bo'lgan vaqtida iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilib bo'ladigan, qo'saq oshqolmaydigan bunday saviyaga yetamiz. Aningdan keyin siyasi kimlik bo'lsa, yoki pul bo'lsa, iqtisodiy kimligimiz bo'lsa, madaniyatimizni rivojlantira olamiz, diniy e'tiqodlarimizni bija keltira olamiz. Biz xotirjam namoz o'qiydigan masjidlarimiz qolmadi hozir. Bu nima? Bizning siyosiy kimligimizning bo'lmaganligidan. Siyosiy kimligimiz bo'lgan bo'lsa, uni qonun bo'yicha qo'g'day oldik. Iqtisodiy kimligimiz bo'lgan bo'lsa, uni texmi oson chekilmaydigan qilib yasay oldik.
demak bu qaysini birinchi o'rindaymiz, qaysini ikkinchi o'rindaymiz. Bu nuqtada qarindoshlarimizdan biroz izlanishini qurultoyninki televiziya stansiyasida 4 qatimliq leksiya berilgan shu ko'chmanlar to'g'risida. Shu mazmunlarga biroz diqqat qilishni qarindoshlarimizning o'zininki izlansa bu ishlari yomon oson. Chunki Germaniya, Shvetsiya bir qatim, Germaniya 2 qatim qaror chiqadi. Uyg'urlar qaytarilmaydi deb. Chunki Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda Gambiya, İran, Senegal, Iroq, Nigeriya qatorliq 5 davlatdan panohlik tilab kelganlarninki turib qilish yoki qabul qilish ehtimolligi zo'r deb qaraladi. Yevropa ittifoqidagi a'zo davlatlarni o'rtaq chiqargan bir siyosat bu, qaror. Uyg'urlar bilan Tibetlarning davlat tavalligi yo'q. Yoki bo'lmasa Xitoy davlatidan kelganlarninki qabul qilish nisbati jiq deydigan yoki yuqori deydigan bir quturish yo'q. Ammo Uyg'ur Tibetlarninki qabul qilish, ya'ni davlat tavalligisiz, ammo bu ikki millatninki qabul qilish nisbati yuqori deb qaraldi, ham Uyg'urlar to'g'risida ikki qatim qaror chiqadi. Hamda menimcha bu vaqtida bu bir yaxshi fursat, hamda qarindoshlarimiz biroz yiroqni ko'rish nuqtai nazaridan yana birisiga biroz yaxshiroq o'ylanib, demak o'zimizning taqdirida real bo'lyotdi vatanimizda. Chet ellarda real bo'lyotdi. Shu real narsalarni o'zingiz isbotlaysizda u yerda, guvohlik so'pilida. Buni biroz logikalik kirishtirib degani menimcha yaxshi. To'g'ri. Ko'p rahmat. Amerikamda shu uzun yil Yevropada, Germaniyada xizmat qilyapsiz. Hozir shu zulmning vahshi kun siri eshiga ergishib, butun dunyoda davomizga bo'lgan hatto bizdan bekerak chet el axborotlari, chet elliklar ham shu u yerda bo'layotgan inson haqlari nuqtasidan qarab turib, Xitoyga har kun besim qilyapti. Yevropaning har qanday bir davlatda minglagan xalqimiz yashayapti cho'nkichi. Siz bu da'voning ichida hozir 20 yilga yaqin bo'laydi deb buning ichida. Turkiyaga nisbatan selishtirgan vaqtida Yevropadagi har qanday davlatdagi xalqimizningki ijtimoiy jihatdagi farovonlik, g'am andishasi yo'q desak ham bo'ladi. Asosiyatan davlat kafolati ostida turib bugünkidek aş Yevropadagilarning hammasining ota-onasi, urug' tuqqanlari hammasi Xitoyning qo'lida nima kunni ko'rayotganligini Alloh biladi. Az sondagi agar Xitoyning odam bo'lmasa, ularning oilasi chiqilmagan bo'lsa, shunda bir vaziyatdami? Nima uchun Sharq Turkiston da'vosi u yerda Turkiyaga nisbatan, dunyoning boshqa yerga nisbatan eng kuchli ta'sirini biz ko'rolmaymiz. Da'voning ichida nima uchun oz odam bor? Sizce bunu qanday his qildingiz siz yerda yashab turib? Buningga biroz jiqroq so'zlashga to'g'ri keldi bu javobingizga to'liq javob berish uchun. Hamda g'arb dunyosidagi da'vo bo'libmi Yevropa ittifoqida, ya'ni biz Yevropa ittifoqida bo'lgandan keyin Yevropa ittifoqini misol qilay. Masalan, da'voninki qurultoyning markazi Germaniyada, Moskvada. Germaniya Yevropa ittifoqininki yuragi motori, parovuzi. Yevropa ittifoqi turgan shu asosli Germaniya, Fransiya, Angliya. Qolgan Sharqiy Yevropadagi davlatlarni so'rab ketyapti, iqtisodiy jihatdan tushunishlik bir besimga qaramay. Hamda da'vo kuchli bo'lmadi yoki bo'lmasa buni Turkiyaga selishtirgan vaqtida ojiz deb qarash meningcha to'g'ri to'g'ri emas. Chunki har bir oxirgi yildan hisobga olmaganda, masalan, yilda ko'rmizga namoyish masalasidami? Ko'rmiz nihoyat oz sondagi odamlardan boshqani ko'rolmaymiz. Aminatga u yerdagi nopusga nisbatan to'g'ri. Shuning qarab turib dedimda, ham ba'zi Yevropaning har qaysi davlatlardan kelganlarning deb berishiga asosan bu narsa fikr. To'g'ri. Hamda masalan Yevropa davlatlarida siz degan o'xshash bir iqtisodiy qiyinchilik bo'lmaydi. Chunki davlat shu chegaraga kirib iltimosi qabul bo'lgandan tortib u grajdan bo'lmasimi, shu yerlik grajdanlar o'xshash iqtisodiy, siyosiy bahramand bo'lgan imtiyozlari bor. Siyosiy jihatdan faqat saylamga qatnasholmaydi, ammo ya'ni chet ellarga chiqish, qanday faoliyatlarga qatnashish, masalan bir ruxsat so'rash, deganga o'xshash shu ijtimoiy, siyosiy faoliyatlarning butun qatnashish, faqat saylam qatnasholmaydi.
Bundaq sharoitda hamda biz Uyg'urlarningki nima deb shundaq siyosiy faoliyatlarga qatnashmasligi albatta biz Germaniyada markazimiz shu yerda Yevropada oz sondagi odam bo'lsakmi bu ishni abay degandek oilamizni beqib xizmatdan tushib kecha masalan men hozir desam men shu 6 oy bo'ldi mana 7 oyning o'tirsa kelib qoldi. Bir shanba kuni bir normal dam yapaqmadım ben. Qurultayning u ishi yoki millatimizning beshiga tushgan ishi bilan shanba kunlari ishlaymiz. Shunday oz odam kuchi bilan Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurdik, Yevropa parlament a'zolari bilan Uyg'ur davosini maxsus anglatish uchun. Xo'sh. Albatta yilda bir masalan Qo'lchi inqilobi, Barin inqilobi, Urumchi qirg'inchiligi qatorliq muqim kunlarda xotirlash faoliyatlari, axborot e'lon qilish faoliyatlari qatorliq faoliyatlarni olib boramiz. Tuyuqsiz Xitoy rahbarlarininki Yevropa ittifoqi bilan so'zlashadigan yoki qandaqdir Yevropa ittifoqi a'zo bir davlat bilan so'zlashadigan ish bo'lsa, noroziligimizni ifodalash uchun bu fursatni ching tutib, ba'zida 1000 kilometr, 1,5 kilometr yo'l bosish yoki biz aeroplan bilan berib kelish bilan shu namoyish qatnashib kelamiz. Osonlik. Hamda bu shunchalik odam turib bu odamlarningki bu da'vo sepiga ko'plab kirmasligining sababini bizningki tarixiy an'anamizdan ko'rsak bo'ldi. Tarixiy an'anamizdan ko'rish kerak. Chunki biz Uyg'urlarda albatta biz ajdodlarimizdan faxrlanamiz. Ajdodlardan faxrlanamiz. Biz shu Qaraqallar davrida hozirgi Hindiston, Pokiston atrofidagi ushaq podshohliklar Qaraqallarning ovozini, ya'ni ismini anglasa, badani shurkundigan darajada shunchalik bir qudratimiz bor ekan. Xo'sh. Keyingi vaqtlarda yani nima deymiz? Bu tarixga men tarixchi emas, bunga tarixchilar javob bersin. Mening bu yerda xulosalab o'zimning xulosaligini bizda ikki narsa kam. Bu shu biz bir qancha yüz yillik shu mustamlik ostida biz nurg'un narsalarimizni yo'qotib qo'ydik. Xo'sh. Buni yig'incha qilsam ikki narsa kam. Birisi mas'uliyat, birisi axloq. Bu narsani biz bakchiq yuturib qo'ydik. Mas'uliyat degan vaqtimizda biz Uyg'ur bo'lgandan keyin bir erlik mas'uliyat bo'lish kerak. Erlik mas'uliyat oilasining o'disidan chiqalaydigan, xotin bolasining o'disidan chiqalaydigan bir mas'uliyat. Biz Sharq Turkistonlik bo'lish tutimiz bilan bizda vatan uchun o'zimizga bir majburiyatni ado qila oladigan, ya'ni bir majburiyatni ado qila oladigan bir mas'uliyat bo'lish kerak. Bu mas'uliyatni biz ado qilmaymiz. Biz o'zimizni musulmon deymiz. Bizda imoniy mas'uliyat bo'lish kerak. Nima bu imoniy mas'uliyat degan? Bizda islomiy axloq bo'lish kerak. Qani bizniki islomiy axloq? Bu shu narsalarning kamchiligidan hattoki hozir bir qism cho'ng ziyolilarimiz g'arb ellarida, ya'ni demokratik aqida, demokratik sistemda, demokratik muhitda 10 yillab, 15 yillab tarbiya ko'rganlar hozirchilik namoyish qatnashmayotganlar va hatto biz bilan ko'rishishga aymindiganlar bor. Bu qandaqdir bir tashkilotninki yoki bir jamiyatninki savallik emas. Bu butkul Uyg'ur jamiyatidagi butkul Uyg'ur xalqida bo'layotgan ish. Buningga yana bir misol keltirib beray. 2008-yili 14-mart voqeasida Tibetda qirg'inchilik bo'ldi Lasada. Hammamizning xabari bor. Bu qirg'inchilik bo'lib bo'lgandan keyin hukumat tarafidan bostirildi, xuddi bizni bostirgandek. Buningda Tibet Abdum rayonlik xalq qurultoyininki raisi yoki mudiri istifa berdi. Tibet xalqning taftishininki ikkinchi qo'l boshlig'i istifa berdi. Ya'ni Tibet Abdum rayonlik xalq qurultoyining birinchi qo'l xalq qurultoyining mudiri degan gap u o'lka darajalik kadr bu. Ya'ni shu 5 yurish kadr, ya'ni o'lkaninki rais bilan o'xshash darajadagi. U istifa berdi. Uningdan boshqa shahar va noya darajalik kadrdan bo'lib 84 adam istifa berdi. Noya darajalikdan. O'lka darajalik 2 adam, viloyat va noya darajalik bo'lib jami 84 adam, 86 adam ikisini qo'shqoqda istifa berdi. Demak, ular shu xalqning nazarida mangu yashaydi. Shu Xitoy rejimi turib, sening qanday siyosating bu? Ya'ni men xalq qurultiyi normalda Xitoydagi eng oliy organ. Chet ellarga nisbatan shunday tuyuldi, chunki u qonun chiqarish organi u. Bütün siyosatlarni ma'qullaydigan qonun chiqarish organi. Tibetlar qila oldi. 2009-yili Urumchida qirg'inchilik yuz berdi. Bir noya darajalik emas, bir Paychusoningki, bir saqchi organninki istifa berib, sizlar mandaq zo'ravonlik qilmanglar,
deydigan ahvolni biz hozirgacha anglamadik. Bir qancha saqchininki istifa berib ketganligini angladik yoki qonun sohasiga bir qancha normal xizmatchininki istifa berib ketganligini angladik, ammo Urumchida rayonlik saqchi idorasininki yoki shaharda nurg'un noyadalik o'rinlar bor. Chunki keyingi vaqtlarda Sanju oblast bilan Urumchini birlashtirib, bu Urumchi muavin o'lka darajalik shahar u. Ya'ni nazorat darajalik shahar. Bizda shunchalik Uyg'urlar yo'qmi? Bunun tarixiy manbasi va uni faqatlam biz hozir navbatda ya Turkiyadagi ya Amerikadagi ya Fransiyadagi bir Uyg'ur jamoatiga selishtirib bunday desak bo'lmaydi. Masalan, Abay degandek bizda Urumchi shaharlik saqchi idorasininki sho'balarininki bir qancha boshlig'i istifa berib bu qanday gap? Chunki saqchi bevosita aralashdi uningga. Aralashganligiga hammamiz shohid bo'ldik shu vaqtdagi ko'rinishlardan. Harbiy rayondimi, harbiy rayonninki markazi shu Urumchida. Ashlardan birasi bir inkaz. U yerda Uyg'urlar bormi mundaqcha qilib? Hamma o'rinda Uyg'urlar bor. Nurbakirdan tortib Tovangachilik biladi, Nurbak markaz shu yerda bo'lgan ekan. Hatto Nurbakir bu so'ragan yerlari bor. Uning shunchalik sodiqligini mana necha oyning oldida ko'rdik. Shunchalik sodiq bo'lib ishladi, oqibat nima bo'ldi? Uni Xitoyga o'xshash hojatidan chiqib bo'lgan vaqtida qo'l qilib turmaga hukm qildi. Bu tarixiy sababni biroz tushuntirishim, nima qilishimiz kerak? Masalan, hozirgi qiyinchilik nima desangiz, buni shu savolingizga yana bir qo'shimcha. Jazo lagerlari dedik. Biz 2015-yildan boshlab jazo lagerlarini Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Yevropa ittifoqi, Yevropa davlatlariga anglatyapmiz. Ammo qo'limizda fakt yo'q. Xitoy uni e'tirof qilmaydi. Xalqaro matbuotlar u yerga bormidi, ham qiziqmidi, bizning gapimizga ishonmadi. 2017-yilga kelgan vaqtida g'arb matbuotlari bizning gapimizdan gumon qilib o'zlari berib, o'zlarining shakli orqali aniqlab chiqqandan keyin bizning 2015-yildan boshlab davatgan gapimiz 2017-yil isbotlandi. Ya'ni Turk grajdani bo'lgan yoki Qozog'iston grajdani bo'lgan nurg'un qarindoshlarimiz shu dastlabki tutqun qilingan vaqtida jazo lagerlarida yotgan. Mening bilishimcha Turkiyada 100 dan ortiq odam bor buningda. O'rta Osiyodami xeyli salmoqni egallaydigan qarindoshlarimiz bor. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirgachilik aran 4-5 mingga yetmaydigan 5 mingga yaqin bir isbotni hozirlab munosabatli hukumat o'rinlari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Amerika Kongressiga evatyapmiz. Amaliyotda Yevropaning o'zila 10 mingdan jiq Uyg'ur va hammamizning urug' tuqqani shuning ichida hozir. Turkiyada siz mendan yaxshi bilasiz, qanchalik Uyg'urning qanchalik urug' tuqqani shu yerda. Nima deb deyolmaymiz buni? Nima deb deyolmaymiz? Eng echinish masala. Bu qani bizdagi imoniy majburiyat, qani bizdagi islomiy axloq, qani bizdagi vatan sevgisi, qani bizdagi vatan muhabbati, millat sevgisi. Partilgan sukutda har qatimda emas, besh kirish. Bu bak echinishlik ahvol, bu bak echinishlik ahvol. O nuqtadan Yevropada bir qism mutaxassislarimiz va davatmango bayroq emas, bizdagi qurultayda xizmat qilgan odamlar bilan qo'l elishib, ko'rishib, bir yerda bo'lib qolib tamoq yeyishni aymindiganlar bor. Bizdeki bu tünügün bugün payda bo'lgan narsa emas. Abay degandek bu bir qancha yillik shu tajovuz hukumatninki, ya'ni hokimiyatsiz huquqdan ayrilib bu mustamlika ideyasi Xitoyninki bir qism qulluq ideyalari nachar taraflarini biz yuqtirib olgan bo'lishi mumkin. 96-yili 12-oyning 15-i Urumchida shu ijtimoiy fan sohasiga nurg'un mutaxassislarimiz yig'ilib bir ilmiy muhokama yig'ini bo'lgan Urumchida. Shu yig'inga men qatnashgan. Buningda bir qism dastlabda shu Abdurim O'tkir, Shukur Yalqon qatorliq mashhur yozuvchilarimiz biz tarixlarimizdan shu Qarag'allar davri, uning oldi qatorliq nihoyatda shonli tariximiz to'g'risida faxrlanib so'zlab ketdi. Dal şu sözler axırlaşqanda ustozlardan turg'unolmas ustozimiz o'rnini qo'yib, bu tarix o'tib ketdi, ammo biz mumkin turyapmiz. Biz o'zimizning illatlarini rahimsizlarcha to'qmoqlashimiz kerak deb shundoq chechilib gaqib ketgan. Bu vaqtida o so'zininki vaznisiga tez diqqat qilmabdi ekanman. Men chatga chiqqandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz yozyapti bu to'g'risida. Tonish chiroylar deb. Demek bu tonish chiroylar biz 19 yildan yoq ko'ryapmiz. Natonish chiroylarni jiq ko'mayapmiz. Qo'shilyapti, ammo u bir qancha odamninki bu shu sonda turayotgan shu millatninki
Shu nisbatan intayin ichinarliq bir ahvol. To'g'ri. Butun Yevropada hozir 10 mingdak qarindoshimiz bor. Jenevada Yevropa parlamentida namoyish qilsak 5 ming odam yig'ilib bo'lamiz. Ya'ni bu abay degandek shu ikki xil omilning kamligidan yig'lamaymiz. Agar shu ikki xil omil bo'lsa, oiladami chatoq chiqmaydi, tashkilotdami chatoq chiqmaydi, va davarimiz texmo ishtikmaydi. Chunki millatniki oqshommi nimada so'zladim, biz hammamiz o'zimizniki bizni tug'ib cho'ng qilgan fiziklik onamizni yaxshi ko'ramiz. Biz nihoyatda tar doirada o'ylaymiz. Agar shu muqaddas bo'lgan shu ona tuprog'imiz erkin bo'lsa, bizning shu fiziklik onalarimiz xotirjam yashaydi bu kunda. Biz shu badalni to'lamagachga bu kunda yashayapmiz. Qarindoshlarimiz bu mas'uliyatni, bu axloqni cho'qim o'z vujudida tepish kerak va topmasak bo'lmaydigan holat keldi. Hozir Uyg'ur masalasi xalqaro dunyoni ikki lagerga bo'lishdan iborat mandaq bir rol o'ynaydi. Bu shundaq bir fursatda yana biz o'zimiz ikkilinib bunda qilsak yomon mas'uliyatsizlik qilgan bo'lamiz. Biz tarix sahifasidan yutib ketamiz agar ashunday to'g'ri. Haqiqatan so'zlab o'tganimizdek shu aslida biz nüfusimizniki har davlatdagi bor nüfusimizniki xalqimiz yashayotgan shularning nüfusida men ba'zi shuni o'ylab ketaman. Bu mesela hamma bo'libmi Yevropada hamma tashkilotlarniki xizmat qilayotganlar o'zining ayrim xizmatini qilib 8 soat. İşten sırt shanba vaqtida. Ya aslida bizda kuniga qolganlar yuzlagan sizlarga o'xshash xizmat qilayotganlar shu yerda yashayotganlarning hammasining hassi qo'shish bilan kunda 8 soat boshqa yerda ishlab olgan maoshinglarni xalqimiz bilishi kerakda aslida. Sizlar 8 soat 10 soat vaqtingizni chiqarib har kuni aytgandan kechgacha bu millatning uchun boshqa tursanglar bugungi da'vo nechasi ortiq ta'sir bo'lishi aniq masala endi. Boshqa xizmatni qilib olgan yerda maoshni bizning millat nima qilib beramaydi? Oyda har bir oila 50-60 yevrodan pul chiqarsa sizlarning maoshinglar chiqib ketadi ekan. Boshqa yerda sizlarni ishlatmay, men millat uchun xizmat qilsan deb shu yerda yashayotgan xalqimiz bu safarbarlikka kelish kerakdi. Bu boshqa yerda ishlamasa bo'ldi mencha bo'lsam deb. İşten sirtqi qiladigan da'vo emaski bu bizning da'volarimiz. Albatta. Bu vaqtimiz yetgan vaqtida ishdan tushib qilgan da'vo boshqasidan allabirun o'tib ketdi, ham unda qiladigan sharoit emas hozir. Hozir imkoniyatimiz bo'lsa, masalan, kunda burunlarda biz Yevropaga kelgan vaqtimizda qancha ayda bir qatim Uyg'urlar to'g'risida bir maqol chiqib qolsa, u paypitak bo'lib qancha kun hushimiz kelmaydi, hayajonlanib. Uyg'urlar to'g'risida bir maqol chiqibdi deb. Hozir Uyg'urlar to'g'risida chiqayotgan maqollarni bir kunda ko'rib bo'lmaydi. Bir odam ko'rib bo'lish mumkin emas. Endi agar imkoniyatlarimiz, qo'limizdan kelish qilyapmiz, imkoniyatlarimiz bo'lsa, shu chiqayotgan maqollarni tuplab, masalan, ingliz tilidagi sohasidagilar, masalan, Amerika, Angliya, Kanada, Yangi Zelandiya, Avstraliya qaysi nuqtai nazardan chiqib yozibdi? German tilida 3 davlat var. Bu 3 davlatmi dunyo sahnasiga cho'ng ta'sir ko'rsatayotgan davlatlarning birisi. Avstriya, Germaniya, Shveysariya. Bular qaysi fokusdan, qaysi nuqtai nazardan chiqib tasvirlayapti Uyg'urlar masalasini? Va Arab islom dunyosi qaysi nuqtadan chiqib tasvirlayapti? Turkiya bo'lsa qaysi o'rindan chiqib Uyg'ur masalasiga muomala qilyapti? Bularni analiz qilib biz buni vaqti-vaqtida tadqiqot komiteti bo'lsin, Turkiyadagi tashkilotlar bo'lsin, buni birlikka keltirib Turkiyadagilar Turkiya hukumatiga, munosabatli o'rinlarga, qaysi davlat bo'lsak, buni butun tashkilotlarga o'rtaq taqib, o'rtaq ovozda deyishimiz kerakda asli. Biz shuni hozirgacha ish ashurib bilanmayapmiz. Bu bizning qilgan ishimiz bakchiq. Bu millatning mustaqilligi, unda asal mustaqil bo'lamiz degan bilan mustaqil bo'lib qolgan ish emas. Biz loyiq bo'lishimiz kerakda. Biz loyiq bo'lishimiz kerak. Hozir bizni kaynimizni ishtiryapti xalqaro vaziyat. Biz so'rab mengishning o'rniga, biz hozir oldiga tushib yetishmaganmatimiz. To'g'ri. Hozir bizda aqli isrofchilik shunchalik og'ir, iqtisodiy isrofchilik shunchalik og'ir. Masalan, aqli isrofchilik deganimda nurg'un mutaxassislarimiz dunyo Uyg'ur qurultiyi kelmaydi, yoki bo'lmasa ma'rif madaniyat tashkilotiga kelmaydi, bular mandaqchi deydi. Yoki birlarini dinchi deyotgan, yoki birlarini mustaqilchi, avtonomiyachi deyotgan degandek sabablar bilan kelmaydi. Buningda ham aql zoy bo'ldi degan gap. Ham iqtisod zoy bo'ldi, boshqadan bir tashkilot qurdi, bu tashkilotni qurchilik hisobmi? Masalan, bu ma'rif hamkorlik jamiyati
qurilgandan tortib hozirchilik buning ishlagan nurg'un xizmatlari va hukumat organlari bilan qanday aloqa qilishdi. Shu Turkiyada yashayotgan Uyg'ur millatining ma'rif, madaniyat, diniy e'tiqod mushijiatda qanday xizmatlarni qilgan vaqtida, qanday o'rinlar bilan hamkorlashgan vaqtida bu xizmatni yaxshi ilib bordi deydigan nurg'un qadamlarni besib, nurg'un jarayonlarni beshidan kechirib, hozirgi holat keldi-da mana. To'g'ri. Dünya Uyg'ur qurultaymi şu Yevropa İttifakı'nın dervası qanday kirdi? Basıl kirgizgan yer emasga bu. Yevropa İttifakı qanday kirdi? Birleşken Devletler qanday kirdi? Amerika Kongresi qanday kirdi? Buningga qanchamiz yillik ajr so'ndirib, qanchamiz yillik bunimizga yeb, anandan keyin maholat keldik. Hamda dunyo butunlay e'tirof qilgan yana bir tashkilot qurildi deb bir qismlar shuni tashabbus qiladi. To'g'ri. Tashabbus to'g'ri. Ammo kim qiladi uni? Çünkü bizning chet ellarda mukammal diplomatiya o'qigan, xalqaro siyosat o'qigan da'vogarlarimiz yo'q. Tig'i amdi o'qib, shu sohada tig'i maktab bitganlar yo'q, yoki maktab bitirish oldida turganlar bor. Biz shu uningdan anglab, buningdan o'rganib, yiqilib ketgandan o'mlab qo'yib, tirishib, bütün imkoniyatimiz, bütün qudratimiz, bütün mahoratimiz bilan qilyapmiz biz. To'g'ri. Albatta kamchiliklar zo'r buningda. Ammo imkon yo'q-da. To'g'ri. Hamda haqiqatan istiqlol ekranidan bir qatam butun dunyodagi xalqimizni ko'rayotuvchilarni bir chaqiriq qilgan bo'laydi deb o'ylayman endi. Degan haqiqatan mushunchalar bir ig'ir bir vaziyatda turgan vaqtida biz yillarcha har yili anglayman shu bo'lib Yevropadagi da'vogarlarningki ishdan sirtqi xizmat qilganligini o'zlari so'zlab berdi o'shada. Shu yerda yuzlagan, minglagan sonda nüfus va qarindoshlarimiz bor. Hattoki Anvar akam deb o'tgandek da'voga yaqin kelanmasmi? Biz hozir kelanmaydik desam, iqtisodiy jihatdan shu yer da'vo ustida shu davlatda turayotgan har qaysi davlatlardagi tashkilotlar. Hargiz men qurultoy bilan faqat degan gapni demayapman, qadrli ko'rmalarimiz. Shu yerdagi mavjud Yevropadagi har qaysi davlatlardagi mavjud tashkilotlarningki shularni kuchlantirish uchun sen qayrindishim u yerda 100 odam ishlamaydi tashkilotlarda. Har qaysi davlatlardagi shu da'voning ustidagi 5-10 odamga mas hafta oxirida 2 kun ishlagandan sen butun hafta bo'yicha bu da'vo xalqimiz uchun xizmat qilgan deb shu yerdagi yashayotgan xalqimiz birlikda azroq bir qo'llarimizni yanchuqimizga uzatsak, bularni har qaysi ishlayotgan yerlardan ayirib, shu yerda mustaqil muqim o'ltirib bu millatning da'vosi uchun kurash qilsa, 5 yilda qo'lga kelgan natija 1 yilda qo'lga keldi u narsa. Ya'ni buni chunqur o'ylanishimiz kerak deb qarayman, qadrli ko'rmalarimiz. Bir chaqir qo'yib qolgan bo'lsin. Oxirida hurmatli Anvar akamda sizmi kasb nuqtasidan bu bizniki media axborot kasbi vatandan tartib uzun yil keçmişiniz, o'tmishingiz bo'lgan bir shaxsiyatligingizni o'sha yerda tunish jarayonida bilgan bo'ldik hamda biz mana istiqlol bo'lishimiz bilan 10 yildan buyon yiqilib qolib oxir bugungi saviyaga keldik. Allohning rahmati bilan, xalqimizning qo'llab-quvvatlashi bilan bizga bo'lgan ko'z qarashingizni oson bir ishkangiz, qanday taklif fikrlaringiz bor? Buni bilan programmamizni oxirlashtirsak. Ben hozirgichilik sizlarning programmalarini nayta qiziqib ko'radigan bir ko'rurmanlardan biri. Biz oila bo'yicha mening ayolimmi jurnalist. Biz vatanni kasbdashdik, bir gazetda ishlaydik. Amangul Aziz balkim xabarlardan ko'rgan bo'lsangiz, Dunyo Uyg'ur qurultoyi ayollar komissiyasining mudiri. Biz bu aileden kasbdaş, davadan kasbdaş bo'lish sifatimiz bilan shu xalqarodagi biz Uyg'urlarga munosabatlik albatta istiqlol televiziyasiga o'xshash o'zimizning axborot programmalaridan ya'ni o'zirilish yoki bo'lmasa foydalanishni yaxshi bilguvchilardan birisi hamdi. Sening programmanglar boshlangandan tortib shu xalqni uyg'otish, anandaki shu dunyo vaziyatida yuz berayotgan Uyg'urlarga oid masalalarni, chunki til qiyinchiligi sababli nurg'un qarindoshlarimiz bo'libmi Turkiyadagi, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni shu yangi uchurlar bilan ta'minlashda intayin hal qilg'uch rol o'ynayapsizlar. Albatta bu Yevropada ham shundoq. Hamda biz ya'ni favqulodda tirishdik desak bo'ladi. Ko'p turganlik bo'lmaydi. Inglizcha yoki bo'lmasa germancha, ya'ni men xitoycha o'qidim dedim. Xitoycha bunday nimalardan foydalana olamiz.
O'rta Osiyodagi yoki Yevropadagi nurg'un qarindoshlarimiz Turkiyadagi bu imkoniyatlar bo'lmaganlikdan shu sizlarnikini ko'rishga, hattoki men keyingi xabarlardan angladim. Signal yaxshi bo'lmaganlik sababidan shu shaharning obdar yerida o'tiradigan yoki shu signal masalalarida pul xarjlab yaxshi qilgan oilalar hafta oxiri yig'ilib maxsus sizlarning programmani ko'rdik. Buni xabar topdim, faxrlandim. Demak, Osiyodagi qarindoshlarimiz Uyg'urlar masalasiga qiziqadigan bo'pti. O'rta Osiyodikilar deb faxrlik tuyg'usi his qildim. Sizlar hozirgacha yaxshi olib ketyapsizlar buni. Chunki bu chet ellardagi bu televizion, ya'ni jonliq axborot shaklidagi bir bo'shliqni to'ldiryapsizlar. Siyosiy mulohaza to'g'risida bizningki ajoyib mutaxassislarimiz bor. Ba'zida shu xalqaro vaziyatni tahlil qilish bilan birga jonliq, masalan, Erkin Akram qurultayning ma'mur raisi, ammo u betaraf qandaqdir qurultayninki gapini qilgan mundaq adam emas, ya'ni. Salohiyat jihatdan u bir tadqiqotchi o'zimizdan chiqqan va shu qatorliq Amerikada bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, shunday mutaxassislarimiz bor. Bu xalqaro vaziyatga birlashtirgan asosda, masalan, bir qismlar Xitoyni shunchalik kuchli deydi, ammo men hozirgacha Xitoyni kuchli deb baxmadim. Buningdagi sabab Xitoyda 300 milliondan ortiq bir nopos yalang'ochlik, o'lish bilan, ya'ni yashash bilan o'lib ketish girdavida yashayotdi. Buni dunyo biladi. 300 million demak oson, ammo u bir inson u. Men nuqtadan unda demayman, ya'ni Xitoyni bir kuchli davlat deb qaramayman, amaliyotda nurg'un sansepirlar va Amerika huquq. Demak, bizda haqiqat bo'lg'achqa biz qudratli deb qarayman men. Yana bir nuqtadan Xitoylar o'sha Afyon urushidan tortib, Gungsandan qurilg'uchi bo'lgan 1949-yil ajoyib bir qabohatlik, ocharchilik bo'hron ichida yashadi bu millat. Uningdan boshqa madaniyat inqilobidan iborat o'zining mustaqil hukumati qurilib bo'lgandan keyin yana 10 yillik bir qabohatlik jarayonni beshidan kechirdi. Uning uchun bu Xitoylar millati yemay-ichmay bankaga pul qo'ydi bular. Bu kommunist hukumat bir chirik hukumat, sistemasiz hukumat, hokim mutlaq hukumat, zo'ravon hukumat bo'lg'achqa, bankiniga qo'ygan pulning egisi o'zining puliga ega bo'lolmaydi. Buni keyingi vaqtlarda bizdimi isbotlandi, hatto o'zining Xitoylarda ham shunday. Endi topgan pullarni bu hukumat xalqqa yoki dasmisilib, shu ajiz davlatlarga parverish orqali shunday vositalarni qo'llanib, tashviqotni nihoyat ahmiyat berib, tashviqot jingi qilib yurib, o'zini shunchalik qudratli qilib ko'rsatib, bu sahnada o'ynayotdi. Pat yaqinda ko'ramiz buni. Chunki bu 1,5 milliard millatningki xini o Xitoy hukumatining emas. Mundaqcha aytgan vaqtida. Buni shu har xil shakllar bilan chet elga chiqib, yana chet eldan mablag' sarflagan qilib, bu uzun gap bu. Chunki men o'zim Xitoycha o'rgangan, Xitoycha o'rganish jarayonida Xitoyningki nozik taraflarini, madaniyat jihatiga, urf-odat jihatiga, tarixiy jihatiga bu nozik yerlarini o'rganganman-ku. Shunga men hozirchilik Xitoyni kuchli bir davlat deb qarash nuqtasiga qo'shilmayman. Sizlarning shu jonliq tashviqotlarda, masalan, shu axborotlarni yig'ib analiz qilishda bizning shunday mutaxassislarimiz bilanmi tang analiz qilib, o'zimizdan chiqqan mutaxassislarning gapini xalqimizga xabardor qilsak, menimcha bu tag'ima jonliq qildik, jalb qilish kuchi tag'ima oshudi deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Albatta, ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli fikr berdingiz. Rahmat sizga, ziyoratimiz qabul qilasiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot komitetining raisi hurmatli Anvar Ahmad akamiz bilan suhbat edib bordik. Nihoyatda go'zal bir qizg'in bir suhbat bo'ldi. Inshaalloh boshqa bir programmada farqli bir mavzuda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.